Aziz do'stim, siz Instagram foydalanuvchisiz, TikTokdan foydalanasiz va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan. Bu yerlarga video joylaysiz, uni yurgizasiz va mana shunday holatda hozirgi yangi ijtimoiy tarmoq, ya'ni bu rus tilida sotsialniy set deb ataladi. Mana shu sotsialniy set yangi ochildi. Siz buni ko'rib, siz o'sha ijtimoiy tarmoqda foydalanib yurgizish uchun mana shu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Chunki bu videodan siz ancha yaxshi yangi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hurmatli do'stim, siz videoni oxirigacha ko'ring, ma'lumotlarni oling, ana keyin xulosangizni chiqaring. Men ismim Umarjon. Mana shu birinchi debyutim bu. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana bu oyda, Ramazon oyida kirib kelgan ro'zai Ramazon bilan hammalaringizni tabriklayman. Ilohim tutayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan ibodatlarimiz Alloh dargohida qabul bo'lsin ilohim. Hammani ikki dunyo saodati ega bo'lishini tilagan holda bugungi suhbatimizni sizlar bilan boshlaymiz. Bugungi suhbatimiz aynan yangi ochilgan ijtimoiy tarmoq Unilife degan ijtimoiy tarmoq haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Mana bu ijtimoiy tarmog'imiz mana shunday holatda yangi ochildiki, buni yana kimlar? Xitoylar yana oldinga o'tdi. Xitoylar birinchi o'rinda yana mana shunday ijtimoiy tarmoq yaratishdi. Bu Unilife deb atalyapti. Bunda nima bo'ladi? Misol uchun siz ijtimoiy tarmoqlarda hammalarimiz bormiz. Misol uchun TikTokda, Instagramda, boshqalarida, Facebook, kontaktlardamiz bormiz. Bu yerlarda video ko'ramiz, video joylaymiz, o'zimizni misol uchun nimalarnidir reklama qilishimiz mumkin videolarimiz, prямой efirlarimiz orqali. Bu yerda yangi ijtimoiy tarmoq Unilife tarmog'ida siz birinchi kundanoq bu yerda pul topishingiz mumkin. Birinchi kundanoq sizga pul kelib tushadi. Bu kriptovalyuta tokenlar kelib tushadi. Ya'ni Singapur pul birligi pul birligi orqali siz daromad qilishingiz mumkin. Aytganimdek, Xitoylar yana oldinlab ketishdi. Ular mana shunday zo'r yangi ijtimoiy tarmoqni o'ylab topishdi. Hozir hamma mana shu investorlargacha, oddiy odamdan tortib investorlargacha mana shu ijtimoiy tarmoqdan ro'yxatdan o'tib telefoniga o'rnatib berilyapti. Bu hali shu paytgacha, endi hozir misol uchun 3 oy bo'ldi ochilganiga, boshlanganiga, hali Play Marketga, App Store'ga qo'yilgani yo'q. Buni hozir faqatgina referalni silka orqali ro'yxatdan o'tib telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin. Endi mana shuni hozir qilmasangiz ertaga kech bo'ladi. Bu yerda 4 xil daromad turi bor. Hozircha 4 xil daromad turi bor. Endi mana shu daromad turi qanday bo'ladi? Hozir biz shular haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Unilife ijtimoiy tarmog'i. Bu Xitoylar tomonidan TikTok analogi bo'lib, xuddi TikTokning o'zi, TikTok analogi mana shu yo'lga qo'yildi. Ofis ochildi Singapurda va ana shu Singapur pul birligi bilan bu yerda daromad olishingiz mumkin. Endi misol uchun siz hozir siz buni ro'yxatdan o'tib o'rnatmadingiz telefoningizga deylik. Ertaga baribir ham kimdir sizga taklif qiladi buni. Hamma hozir birin-ketin mana shu ijtimoiy tarmoqda, ya'ni mana shu prilojeniyani, mana shu ilovani telefoniga o'rnatib,
birin-ketin hamma hozir mana shu foydalanuvchilari ko'payib bormoqda. Demak, nima qilishimiz kerak? Biz buning uchun murojaat qilasiz. Mana pastda xabar qoldirishingiz mumkin, SMS qoldirishingiz mumkin. Sizga biz dalillar qoldiramiz. Aloqaga chiqasiz. Biz sizga referalniy silka, ya'ni o'zbekchasiga nima deymiz buni? Referalniy silka. Ya'ni xullas shu referalniy silkani biz sizga taqdim etamiz, ya'ni Telegram orqali, shu ijtimoiy tarmoqlar orqali sizga jo'natib beramizda, qanday qilib ro'yxatdan o'tish kerak, qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, barchasini ana shu Telegram gruppamizda sizga ma'lumotlar berishimiz mumkin. Bularni biz pastda mana bu joyda qoldiramiz. Bularni ko'rib ma'lumotlarni olishingiz bemalol mumkin. Endi aytaylik, siz hozir bunga yaxshi e'tibor berib qaramadingiz ham deylik. Ertaga bu Play Marketga chiqadi, boshqa bo'ladi. Baribir ham buni hammamiz, xuddi TikTok, Instagram kabi hammamiz foydalanamiz. Bu yerda nimasi afzal? Siz birinchi kundanoq daromadga chiqasiz. Birinchi kundanoq jonli efir qilishingiz mumkin. Birinchi kundanoq. Ana endi o'zingizda biznesingiz bo'ladimi, mahsulotingiz bo'ladimi, bularda reklama qilib, bu yerda sotishingiz mumkin. Dunyo bilan tanishishingiz mumkin. Dunyodagi barcha millatlar hozir shu bilan ro'yxatdan o'tib ish boshlayapti. Endi bu yerdagi qanday daromadlari haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu yerda birinchi kundanoq siz bu yerda vazifalar, belgilangan vazifalar bor. Ya'ni obuna bo'lasiz, podpiska bo'lasiz, like bosasiz va kommentariy yozasiz. Bo'ldi. Birinchi vazifamiz tugadi. Yana 10 minut jonli efirni tomosha qilib, u yerga kommentariy yozasiz, like bosasiz, bo'ldi. Ana shuni evaziga siz 5C, ya'ni $1.5 pul ishlay olasiz. Ya'ni 15 daqiqa ichida. Bu hech qanaqangi qiyinchilik joyi yo'q. Bundan tashqari bu birinchi daromad turi bo'ladi sizga. Birinchi daromad turi. Ana endi ikkinchi daromad turi bor bu yerda. Ikkinchi daromad turi qanday? Bu yerda siz jamoa tuzishingiz mumkin o'zingizga. Hali bu Play Marketga qo'ymasdan ulgurib qoling. Play Marketga qo'ygandan keyin jamoa tuzishingiz qiyin bo'ladi. Hamma Play Marketdan telefoniga o'rnatib, buni ish boshlashi mumkin, ya'ni o'sha ishini yurgizishi mumkin. Hozircha Play Marketga qo'yilmasdan siz o'zingizga jamoa tuzib olishingiz mumkin. Nima uchun jamoa kerak sizga? Mana shu jamoa har bir bu ilovani tortib olgan inson daromad qiladi. Ana shu qilgan daromadlardan, ana shu jamoangizni daromadidan sizga pul tushib turadi. Qarang, bu ikkinchi daromad turi. Endi uchinchi daromad turi bor. Uchinchi daromad turi shundayki, bu yerda siz kirgan paytingizda 500C bu bo'ladi. Hozir C bu Singapur pul birligi, hozir $0.28 ga teng. Bora kundan kunga oshib boryapti bu kursi. Demak, 500C turibdi tepada muzlatilgan holda. Ana shu 500C ni 0.28 ga ko'paytirsak, bu $142 ga teng bo'ladi. Demak, havodan $142 da ishlab topishingiz mumkin. 15 minut kuniga vaqtingizni sarflaysiz, like bosasiz, podpiska, kommentariya, 10 minut premo, ya'ni jonli efir tomosha qilasiz. Bo'ldi. Bugungi vazifa bajarildi. Sizga 5C tangalar tushdi, tokenlar. Bu $1.5 bo'lyapti. Ana endi kundan kunga ko'payib borib $140 da tushirib oldingiz siz pastga. Endi bu yerda siz $40 da chiqarib olishingiz mumkin plastik kartangizga. Buni misol uchun o'sha aytganimdek Telegram gruppalarida hammasini o'rgatamiz. $100 ga endi siz mining sotib olishingiz mumkin. Mining sotib olasiz. Buni chiqara olmaysiz, lekin faqat bu
alohida tushadi. Chunki bu pullar chiqarish uchun o'sha $40 chiqarish uchun tushadi. $100 mощность, вычислительный mощность deyiladi rus tilida. Ana shuni sotib olishingiz kerak. Nima uchun? Bu 3-daromad turi bo'ladi. Ana shuni sotib olganingizdan keyin sizga passiv daromad chiqish boshlaydi. Passiv daromad. Kuniga siz vazifa bajarmasangiz ham sizga tangalar, tokenlar tushib turadi. Ana bu yana yig'ilib katta daromadlarga tushadi. Ana shu $100 ga sotib oldingiz, bu ishlab topgan $100 cho'ntagingizdan 1 so'm sarflamayapsiz. Ishlab topgan $100 endi sizga 3 barobar bu qaytib tushadi. Ana qanday zo'r narsa o'ylab topishgan Xitoylar. Bu 3-daromad turi. Demak, komanda, jamoani shakllantirishimiz kerak. Qanchalik ko'pgina hozir jamoa qilib olsangiz, shuncha yaxshi daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. 4-daromad turi. Bu yerda 4-daromad turimiz mana shu sirazi o'shani o'rnatganingiz kuniyoq sirazi prямой jonli efirga chiqishingiz mumkin bu yerda. TikTokga o'xshatib 1000 ta obunachi yig'ib keyin chiqasan emas. Sirazi a'zo bo'ldingizmi? Jonli efirga chiqing, marhamat. Bu yerda do'stlashing, gaplashing, dunyodagi insonlar bilan tanishing. Hamma millatlar hozir shu nimada aktiv jarayon ketyapti. Hamma o'zining telefoniga o'rnatib shuni rivojlantiryapti. Ana endi bu yerda siz jonli efir olib borasiz, ya'ni nimanidir targ'ibot qilishingiz mumkin, nimanidir o'rgatishingiz mumkin, auditoriya yig'asiz o'zingizga. Ya'ni bu yerda ham obunachilaringizni ko'paytirasiz va ana shu obunachilarga nimanidir o'rgatishingiz mumkin, nimanidir reklama qilib sotishingiz mumkin. Xullas bu yerda aktiv bo'lib tursangiz, siz oltin yulduz lavozimi beriladi sizga. Chunki siz ana shu UniLife ilovasini, UniLife nimasini rivojlantiryapsiz. Dunyoga tanityapsiz, ya'ni xalqqa tarqatyapsiz, ya'ni hamma insonlarga, do'stlaringizga shunday qandaydir siz orqali mana hammaga yaxshilik qilyapsiz. Siz orqali kimlardir pul topyapti. Ana endi shuning uchun sizga oltin yulduz, zolotaya zvezda beriladi. Ana endi siz bu yerda yana ham daromadingiz ko'payadi. Chunki mana shu yerdagi har bir UniLife a'zosi daromad qilyapti. Endi pulini chiqarib olish kerakmi? Pulini chiqarib olish uchun qilgan daromadidan 5%ni zolotoy sizga beradi. 5%ni sizga tashlab beradi. Ana qanday kelyapti pullar bu yerda. Ana shunday holatda mana shu agar kim xohlasa mana shu UniLife'ni o'rnatsin, telefoniga ro'yxatdan o'tib o'rnatsin. Buning uchun pastdagi nimalarga murojaat qilasiz. Pastda annelarni qoldiramiz, murojaat qiling, yozing, telefon qiling. Biz sizga yordam beramiz. Nima kerak bo'lsa, hammasini tushuntirib o'tamiz. Telegram gruppalarimizda, chatlarda hammasini ekran ulashib, sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Noldan oxirigacha o'rgatamiz. Buning uchun sizdan 1 so'm talab qilinmaydi. Faqat like bosib, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing, bizga shu yetadi. Do'stlar, hurmatli aziz obunachilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugun birinchi debyutim edi. Birinchisi shu paytgacha ekran ortida ishlab keldik. Endi Xudo xolasa doim sizlar bilan birgalikda mana shu ekran g'oyibona uchrashib, sizlar bilan muloqotda bo'lib turamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.